darsimizda Asrga tadbirkorlik kun romani bilan tanishib chiqamiz. O'qiganlar bormi ustozlar? Yoki eshitganlar? Hı. Juda zo'r asar. Xo'p, demakki, o'qiganlar bo'lsa yoki eshitganlar bo'lsa, agarda qolib ketgan joylar bo'lsa, esimga solib turasizlar degan umiddaman. Darsimizni boshladik. Faqat oxirgi bo'limlarga ulgurmani asosiga deb qo'yaman. Assalomu alaykum, Sarvara opa, yaxshimisiz? Xo'p, darsimizni boshlaymiz. Bu kitobda o'zi oldin nimadan muallimdan degan joy bor. U yerda aytadi, ya'ni muallim aytadi, muallif aytadi, ya'ni Chingiz Aytmatov. O'zi Chingiz Aytmatovning asarlarida shunday an'ana borki, har bitta asariga voqealardan kelib chiqqan holda ma'lum bir nimalarni rivoyat, asotir, umuman biror bir qissalarni, o'tmishda bo'lib o'tgan nimalarni, rivoyatlarni qo'shish, ya'ni asariga nima qilib qo'shib ketish, shu bilan birgalikda shunday odati bor. Bu asarda ham shu nimamdan, an'anamdan chekinmadim deydi. Ya'ni bunda ham o'ziga xos bo'lgan afsonalar bor deydi va bu yana o'z nimadan, an'anamdan chekinmagan holda yana bitta yangilik qildim, ya'ni bunda fantastikaga qo'l urdim deydi. Ya'ni fantastikaga oz-moz bo'lsa ham qo'l urdim. Endi bu fantastikasi nima ekanligini asarimiz davomida bilib olamiz. Qisqasi, bu asarda muallif aytadi, o'z an'anamdan chiqmagan holda rivoyat, afsonalardan namunalar berdim. Yana qo'shimcha sifatida fantastikaga qo'l urdim deydi. Xo'p, fantastika haqida biror ma'lumotlar bergan. Asosiy joylarni aytib nima qilib ketaman. Endi har bitta nimasini aytib bo'lmaydi. Xo'p, epigraf olingan. Bu kitob jismu fig'onimdir mening. Bu kalom jonu jahonimdir mening. Grigor Narakeyning musibatnoma asaridan, ya'ni 10-asrdan yashab o'tgan. Qisqasi, epigraf tariqasida olingan mislamiz shunday. Endi asar boshlamasdan oldin asosiy qahramonlarni oilalari va farzandlari bilan birgalikda yozib olishingizni maslahat beraman. Ya'ni asarimiz davomida shu nomlar kelganda, ya'ni ismlar kelganda tanimay yoki bilmay, tushunmay qolmasliklaringiz uchun oila sifatida yozib qo'yishingizni maslahat beraman. O'zi bu asarni asosiy bosh qahramonlari ikkita Edigey va uning do'sti Qazangap haqida. Ya'ni shu Qazangapning o'limi bilan boshlanadi, vafot etishi bilan boshlanadi voqealar rivoji va shu Qazangapning vafot etgandan keyin Onabayt qabristoniga olib borib, ko'mish jarayonigacha nima paytda yo'lda borish jarayonida Edigey ikkala do'st tanishgan paytdan buyon, ya'ni 35 yil birga do'st bo'ladi ular, 30 yildan ortiq. Shu vaqt oralig'ida qanday kunlarni boshdan kechirganliklari haqida, boshqa ma'lumotlarni, nimalarni, voqealarni o'ylab, orada rivoyat, asotirlarni ham o'ylab boradi. Shunday nima bilan boshlanadi. Demak, Edigey va uning ayoli, yozib olinglar ustozlar iloji boricha. Edigey va uning ayoli 2 bola. Edigey ayolining ismi 2 bola. 2ning bolasi deb chaqirardi degan joy bor. Edigey uni erkalatib. Demak, Edigey ayolining ismi 2 bola va ularning 2ta qizi bo'ladi, Saula va Sharofat. Ular qozoq millatiga mansub bo'ladi.
ya'ni qozoq dashlari, Sarvozak cho'llarida bo'ladigan voqealar haqida berilgan bo'ladi. Sarvozak cho'li Bo'ronli bekatida bo'lgan voqea hodisalar asosan asarimizda. Demak, yozdikmi? Edigey, 2 bola, qizlari Saula va Sharofat. Keyingi yana bitta oilamiz do'sti Kazangap. Xotinining ismi Bokey. Bokey bu Xiva yaqinidagi nima Xiva yaqinidagi Qoraqalpoq millatiga mansub nimadan bo'ladi bu Bokey? Orolga yaqin joydan ko'chib kelgan bo'ladi. Kazangaplarni nimasiga mana shu cho'ldagi ishlab yurganida shu yerda tanishib, sevishib, turmush quradilar. Kazangap va ayolning ismi Bokey bo'ladi. Ulardan Sobitjon degan bitta o'g'il, Oyzoda degan bitta qiz farzandlar bo'ladi ularni. Keyingi yana bitta mana shu nimada Sarvozak cho'lidagi oilamiz Abu Tolib Qutluboyev va uning xotini Zarifa. Ular keyinchalik keladi. Edigey, Kazangaplar o'rnashib bo'lganidan keyin, ya'ni joylashib, shu joyga singib, shu yerda qolib ketgandan keyin keladi bular. Abu Tolib Qutluboyev, Zarifa va ularning 2 o'g'il bo'ladi. Davul va Ermak bo'ladi. O'g'illarining ismi Davul va Ermak bo'ladi. Bu Sarvozak cho'liga to'xtaladigan bo'lsak, Sarvozak cho'li o'zi juda katta cho'l bo'ladi va unda paydarpay mana shu nimasi juda mashhur. Bu o'lkalarda poyezdlar odatdagidek mashriqdan mag'ribga tomon, mag'ribdan mashriqqa, ya'ni g'arbdan sharqqa, sharqdan g'arbga tomon paydarpay qatnab turadi. Temir yo'lning ikkala tomonida yavshandoz bilan qoplangan hayhotdek dashtlik Sarvozak o'rtacho'l yastanib yotadi. Mana shu jumla, ya'ni mana shu gaplar asarni boshidan oxirigacha har bir bobni boshlanishi bormi, har bir qismning boshlanishi bormi, shu bilan boshlanadi. Ya'ni bu Sarvozak cho'li katta dasht cho'l hisoblanadi. U yerda aholi soni juda kam bo'ladi. Shunchaki nima desam, hamma narsasi yetarli bo'lgan yokida bemalol yashay oladigan el orasida shunday insonlarni, ya'ni qisqasi sog'lom odam o'z-o'zidan borib qolmaydi u joyga. Agarda biror bir aybi nimasi xalq orasida yasholmaydigan bo'lsa, qisqasi hech kim o'z-o'zidan xohlab, istab shu yerda yashashni havas qilib bormaydi-da u yerga. Chunki u yerni o'zi cho'l bo'lsa ham qishi shu darajada sovuq keladi. Ya'ni eng qattiq sovuq ham shu yerda bo'ladi, yozning eng jazirama kunlari ham shu yerda bo'ladi. Hattoki ichimlik uchun, umuman ishlatish uchun bo'ladimi, har qanday suvni ham nimada uzoq-uzoqlardan olib keladilar. Agarda suv olib kelish uchun ertalab ketsalar, kechqurunga qaytib keladigan bo'ladilar. Qisqasi, yashash sharoiti juda og'ir bo'ladi u Sarvozak cho'lida. U yerda faqatgina kuchlilargina yashab qola oladi. Kuchlilargina u yerdagi mehnat bilan, turmush, hayot tarzi bilan kurasha oladigan bo'ladi. Va mana shu 3 ta sanab o'tgan oilamizni ham u yerga kelib qolish o'z tarixi bor, o'z-o'zidan kelib qolmaganlar. Shu nimamizda, darsimiz davomida shular bilan tanishib chiqamiz. O'zi qiziq joyi ham shunda. Ya'ni har bir oila nima sababdan kelib qolgan. Xo'p. Boya aytganimdek, asarimizni boshi nimadan boshlanadi? Kazangapning o'limi, ya'ni vafoti bilan boshlanadi. Edigey odatdagidek navbatchilikda, tungi navbatchilikda, ya'ni ular temir yo'lda ishlaydilar. Edigey ham, nima ham vafot etgan do'sti ham, umuman u yerdagi barcha nimalar, erkaklar shu yerda temir yo'lda ishlaydilar. Ya'ni poyezdlarni post deymizmi shunaqa, qaysi tarafga ketmoqchi bo'lsa, shu tarafni ochib berib, yopib, shunaqa qilib nazorat qilib turadilar. Keyin Edigey shu ishlayotganda, ya'ni tungi smenada ishlayotgan edi. Nimasi ayoli kelayotgan bo'ladi. 2 bola Edigey buni ko'radida, ko'nglida bir g'ashlik nima qilib, sog'likmi ekan, nima sababdan kelayotgan ekan deb o'ylanadi va 2 bola kelib
keladi. Kelishini sababi shunday ediki, o'zi nima qilgan gap sal og'irlashib yurgan bo'ladi. Ikki bola undan xabar olish uchun uyiga kirganida nima qazanga vafot etib qolgan bo'ladi. O'zi yolg'iz vafot etgan bo'ladi va uni yetkazish uchun Edigining oldiga chopib kelayotgan bo'ladi. U ham u qadar yaqin bo'lmaydi, nima uzoqligi nima desak, uzoq bo'ladi qisqasi. Shunda ham keladida aytib, do'sting vafot etibdi deydi. Edigi shok holatiga tushadi, chunki u shunchaki do'st emas, uning uchun hamma narsa hisoblanadi. Oilasi, do'sti, bola nimasi bo'lsa, hamma eng yaqin insoni uni qazanga hisoblanadi. Siqiladi, nima qiladi va darrov o'zini o'nglab oladida, xo'p, o'tgan oldi, endi nima qilishimiz kerak, uni marosimini nimasini joy-joyida qilib ko'mishimiz kerak deydi. Ularning yoshi 60 dan o'tgan hisoblanadi shu paytda, 60 dan o'tgan bo'ladilar. Keyin boshqa bo'lib o'tgan voqealarimiz 60 da bo'ladi. Hozir nimada 60 yoshidagi, ya'ni nimani vafot etishi bilan bog'liq bo'lgan nimadan boshlanadi u. Keyin xo'p dedi, sen dedi, boraverishda dedi, boshliqqa aytib o't, meni o'rnimga odam yuborsin, keyin men boraman va nima qishloq aholisini ham turist, shunchaki hammani oyoqqa turist deydi. Yarim tun bo'lishiga qaramasdan, bu shunchaki o'lim emas, bu yerda necha yil, 30-35 yildan ortiq bu yer uchun mehnat qilgan, ter to'kkan insonning o'limi bu oddiy o'lim deb qaralmasligi kerak deydi. O'zi 8 ta xonadon, ularda ham aholi soni bor yo'q 20 ta bo'ladi. Shu qadar aholi soni oz bo'ladida. Shunday nimani go'zal qilib o'tkazishimiz kerak marosimni deydi va farzandi qizi Oyzodaga ayt deydi. Sobitjonga o'zi og'irlashganda Sobitjon Oyzoda o'zi shu yaqin orada yashaydigan bo'ladi. Sobitjon esa o'qimishli farzand bo'lib ketadi va shaharda yashaydigan bo'ladi shu joyda. O'qitadi uni qazanga, nima desa shuni gapini nima qiladigan, bitkazadigan. Qisqasi erkatoy farzand hisoblanadi Sobitjon. Sobitjonga ham otang og'irlashgan degan 2 yillik xat yuborib, telegramma yuborgandi. Sobitjon endi shu xatdan sezib kelsa kelgani, bo'lmasa yolg'iz nimasini, o'g'lini ko'rolmay nima qiladimi deb o'ylab, o'zicha o'ylaydi. Keyin xotinini barcha tayyorgarliklarni ko'rib turinglar, men ham boraman, o'rnimga odam kelishi bilan deb jo'natadi ayolini. Shu bilan ikki bola ketadi va uning o'rniga Edigining o'rniga Edilboy Daroz degan yana bitta nima bo'ladi, shu yerning aholisi shu keladi, Edilboy Daroz degan kishi keladi va Edigi ketayotgan paytida osmonga nimadir, ya'ni u paytlarda, urush paytlarida atom bombasi portlagandek juda qattiq baland tovush eshitiladi va Edigi qo'rqqanidan nima qiladi, boshini egib oladi. Keyin bu tovush tinib qoladi. Qayerdan chiqdi ekan bu nima deb o'ylanib qolayotganda, yaqinda stansiya qurayotgandilar. Ya'ni u cho'lda aholiga zarar bo'lmasligi uchun kosmik kema uchirish, ya'ni raketa uchirish uchun shunday joy qurgan bo'ladilar, balki raketa uchirgandilar deb o'ylaydi va yo'lida davom etaveradi, boradi, marosimni tashkillashtirib, shunday qilib barcha nima qilib turib, ya'ni uyqudan uyg'onib, marosim o'tkazish uchun ayollar uy ishlariga, erkaklar xotin o'tin chopish, boshqa ishlarga tushib ketadilar va shunday nima qilib turgan paytda Sobitjon kirib keladi. Sobitjonni ko'rib Edigi sevinib ketadi. Yaxshi, Allohga shukr, o'g'li keldi, hech bo'lmasa deb nima qilib sevinib, yumshab ketadi va quchoqlashib, bir nima qilib yig'lashib oladilar. U otam deb yig'laydi, bu do'stim deb yig'laydi, yetim bo'ldim deb nima qiladi, qisqasi shunday qilib bir
bir-birlariga tanta bo'lib yig'lashib nima qilib yengil tortib oladilar. Keyin yana har kim nima o'z ishida davom etadi. Sobitjon shunday nima bo'ladi? O'zi asli otasini o'limiga, ya'ni janozasiga kelgan bo'lishiga qaramay, shuncha hech bir nima ishga bosh bo'lmaydi, hech bir ishni qilmaydi, faqat u yerga mehmonga kelganday, birovga mehmonga kelgan insonday ish qilayotgan insonlarni ham ishdan qo'yib, hali bu davlat haqida bo'lar bo'lmas gaplar bilan hammani chalg'itadigan bo'ladi. Emishki, uning ayoli juda yuqori mansabda ishlaydi va ishiga konferensiya bo'ladi, ya'ni konferensiya bo'ladigan bo'ladi. Konferensiyaga esa nima chet ellik mehmonlar keladigan bo'ladi. Shu sababli u hattoki qaynotasining janozasiga ham kelmaydi. Farzandlari esa, ya'ni nevaralari esa davomi kurashib yotgan bo'ladilar. Ya'ni attestatsiya toza o'qishga kiradigan insonni attestatsiyasi toza bo'lishi kerak. Davomatda nima bo'lmasligi, davomat past bo'lsa yaxshi bo'lmaydi degan nimada hattoki shu nevaralarini ham olib kelmaydi, ya'ni bolalarini. Sobitjon shularni aytib, bo'lar bo'lmas gaplar bilan barchani chalg'itib, hammani jig'iga tegib o'tiradi. Ya'ni u o'zini men bilimdon, ilmli odamman deb katta tutadi. Xuddiki undan boshqa hech kim bilimli emasdi. Endi to'g'ri u nimada cholg'utda shunday bo'lishi mumkin boshqalarga. Endi u gapini qizig'i ham yo'qda, tushunmagandan keyin boshqalar. Lekin u o'zini bilimdon qilib ko'rsatishdan hech nima tortinmaydi-da, yanada nima qilib gapirib, barchani jig'iga tegadigan bo'ladi. Qisqasi, Edigey ham Edilboydan rost urib qo'ymay deb zo'rg'a o'zini tiyib yuradi. Yana Edigeyni bo'roni degan nimasi ham bor edi, ya'ni u bo'ronday nimali dahshatli, jahli chiqsa shunday vahshatli bo'lib ko'rinadi-da. Shuni hisobiga, ya'ni uni vajohatidan qo'rqib turadi shu paytni odamlari. Shu sababli uni Edigey bo'ron deb ham aytganlar. Ustozlar, ovozim yaxshi boryaptimi yoki pastmi? Shuni ham yozib yuboringlar. Yaxshimi? Agarda nima biror joyga tushunmay kelsangizlar, so'ranglar. Xo'p, davom etamiz. Qayerga kelgandik? Ma'raka jarayonlari ketayotgandi. Qisqasi, nima Oyzoda ham kirib kelishi nima tasviri bor. Oyzoda kirib keladi. Dod, faryod, otamdan ayrildim, bir yolg'izgina mehribonimdan ayrildim. Endi meni kim erkalatadi, kim menga yaxshi gap gapiradi deb nima qilib boshlaydi va shu nimadan ota qolib o'zini taqdiridan nolib ketadi. Uni Oyzodaning eri pianista bo'ladi. Ya'ni ichadigan, har doim nima qilib shirakayf holatda yurib, janjal qilib, Oyzodani urib tepib nima qiladigan bo'ladi. Keyin erini ichishidan, ya'ni aroq ichishidan noliydi. Farzandlari katta bo'lib, otasidan o'rnak olib, nima Xalitdan qo'li egrilik qilayotgani, katta farzandi ichib chekib yurganligini aytib, endi shu paytgacha erim nima qilgan bo'lsa, endi meni bolalarim umrimni nima qiladi deb hayotdan nolib, dod faryod solib, hovlini boshiga ko'taradi. Shu paytda Sobitjonni nima jahli chiqadida, "Hey, bo'ldi, to'xtat endi. Bu yerga nimaga kelding? Dardingni daston qilganimi yoki otamni janozasigami?" deb nima qiladi, jahli chiqib ketadi. Bilmaysanmi, qozoq ayollari shunday avvallari Marsiya qo'shiq aytib yig'laganda, u Marsiya emas, xuddiki bir madhiya bo'lib yangragan u deb nima qilib tanbeh beradi. O'zicha shu paytda Oyzodani jahli chiqadida, seni nima madhiya aytib yig'laydigan ayoling qani? O'zing ayolingni olib kelishga ham yaramading-ku. Kelgan menga gap nima qilasan? Erini pianista ham deydi. Pianista bo'lsa, erim kelib, pianista bo'lsa bo'libdi. Yomonlayotgandi o'zi aslida erini. Endi nimasi akasi aytganda tegib ketdi.
Piyanista bo'lsa ham o'tiribdi, mana ichgani yo'q shu kun, shu nima bu kunda o'zini nimasini biladi u. Piyanista bo'lsa ham bor shu yerda, qani seni oyimchang, qani seni xotining deb qisqasi shu yerda aka uka nima aka singil urush boshlaydi va nima Oyzodani eriga ham tegib ketadi u gaplar va Oyzodani eri ham borib uradi uni, mushtlashishga ham nima kelib chiqadi. Zo'rda nima ikki tarafdan ajratib oladilar va qisqasi urush janjal ham bo'lib qoladi orada. U jarayonlar ustozlar, masalan, bir tungi soat 9larda vafot etgan bo'lsa, tong otishini kutyaptilar-da. Endi o'likni yolg'iz qoldirib bo'lmaydi ekan, deb, ya'ni o'likni yolg'iz qoldirib bo'lmaydi deb tong otguncha bo'lgan voqealar bo'lyapti bu yerda. Keyin nima qilib urush janjal bo'ladi va oxiri bilamiz nimani mayit bor uy, ya'ni vafot etgan uyda nima ovqat nima pishirilmaydi. Shu sababli Edelboyga rost yuringlar menikiga choy ichib nima qilib tonggacha suhbatlashib o'tiramiz deb erkaklarni olib ketadi. Ayollar shu yerda qolib boshqa ishlarni qilishadilar. Qisqasi u yerda ham suhbatlar bo'ladi erkaklar nimalar o'rtasida. Keyin u yerda asosiy suhbat nima fazoviy kema haqida bo'ladi. Ya'ni raketa uchirganliklari, raketada nima, lekin uni xabar bermaganliklari, chunki u maxfiy uchiriladi. U raketa xabar bermaganliklari hech qayerda, u haqida Sobitjon o'z fikrini bildiradi. Shunday suhbatlar bo'ladi va tong otadi. O'likni, ya'ni mayitni yuvadilar, nima qilib kafanga o'raydilar. Shu paytda etigida bitta hadis bo'ladi. Mana men bilyapman, ya'ni faqat men bilaman. Meni keyingilar na Qur'onni biladi, na bu nimani tartib qoidasini biladi degan nima qo'rquv. Agarda men vafot etsam, kim meni shu tartibda, shu nimada tartib qoidasi bilan ko'madi ekan degan o'y bo'ladi va Edilboy Darozga yoniga olib o'rgatib, mana bunday qilasan, bunaqa qilasan, unaqa qilasan deb o'rgatib, agarda men vafot etsam, mana bunaqa qilasan deb o'rgatib nima qilib turadi. Keyin qisqasi nimani mayitni taxlaydilar, tobutga soladilar va 5-6 kishi bo'lib 6 kishi bo'ladilar, mayitni o'zi bilan birga, manimcha 6 kishi bo'ladilar va yo'lga chiqadilar. Nima shu yerda nima ham bor? Sobitjon aytadi, shu yerga ko'mib qo'yaveraylik deydi. Onabayt qabristoni bo'ladi. Yozib qo'yinglar, bu ham nima? Mashhur Onabayt qabristoni bo'ladi. Ediga aytadi, nima do'stay, ya'ni mayit nima qilgan, vasiyat qilgan, shu Onabayt qabriga borib ko'minglar mani deb nima qilgan, vasiyat qilgan. Edigey do'sti uchun kurashadi. Sobitjon aytadiki, yo'q, shu yerlarga ko'maveraylik, bu yer uzoqlarga olib borib nima foyda, vaqtni o'lgan o'laveradi, ketgan ketaveradi, o'likka qayerda yotgan nima farqi bor degan gaplarni ham aytadi Sobitjon. Shu paytda nimani Ediga jahli chiqadi, zo'rg'a o'zini bosib turadi. Edilboy Daroz asta keladida, hoy Sobitjon, bu yoqqa qaradi. Shoshayotgan bo'lsang ketaver, sening uchun ham men o'zim bir qism tuproqni sachib nima qilib qo'yaveraman sening nomingga, agarda nima shoshilayotgan bo'lsang deydi. Keyin shu gapdan do'q-po'pisadan Sobitjon ozgincha o'ziga keladida, xo'p, o'zlaringlar bilasizlar, menga farqi yo'q, qayer bo'lsa shu yerda edi. Shunday qilib yo'lga tushadilar. Ular traktorda mayitni olib ketadilar, ekskavatorda, ya'ni qazish uchun u yerda qish payti bo'ladi. Yer sarozak cho'llari doim qotib yotgan bo'ladi, ya'ni qattiq bo'ladi juda. Nimasi hozir esimda yo'q. Qisqasi u nimani sarozak Bo'ronli bekatini boshlig'i qo'shib yuborgan bo'ladi nimani. Keyin oldin o'zlaringlar belda nima qilasizlar, keyin bu qazadi, qisqasi tezroq vaqtdan yutasizlar va kechgacha qaytib kelasizlar degan maqsadda yo'lga tushadilar.
endi yo'lga tushib borayotgan paytda Edigey o'zining sevimli va mashhur bo'lgan qora anor tuyasini minadi. Qora anor albatta cho'lda tuyada yuradilar, bilasizlar. Bu nima? Cho'l sahrosi, cho'l qayig'i deb ham aytiladi tuya. Tuyasini minadi, boshqalar mashinalarda, ekskavatorlarda bo'ladi va shunday asta-asta yo'lga tushadilar ular. Va barcha voqea hodisalar endi boshlanadi. Ya'ni bular barchasi Edigeyning xotiralarida bo'ladi. Xo'p, oldin ular esimda boricha aytaman. Ular Sarvuzak cho'liga qanday kirib qolganligi haqida. Ya'ni bu Edigey, keyin Qazangap, boya aytgan Abu Toliblar qay tartibda kelib qoldi. Oldin Edigeyni kelishiga to'xtaladigan bo'lsak, Edigey o'zi asli Orol dengiz bo'yida yashaydigan bo'ladi. Baliqchi kasbi bo'ladi, ya'ni kasbi baliqchi bo'ladi uni. U nimada baliqchilik bilan shug'ullanadigan bo'ladi-da. Urush bo'ladi, ya'ni Ikkinchi jahon urushi, urushga ketadi. Yangi uylangan bo'ladi, 6 oylik farzandi bo'ladi. Ketayotgan paytida o'g'il farzandi bo'ladi. Urushga ketadi, ketadi va 9 oy jang qiladi va nimada bir safar shu nima bo'lib, o'z-o'zidan hushidan ketib qoladigan bo'ladi. Kasal bo'lib kasal emas, doktorga kelsa sog' bo'lib sog' emas. Shunaqa bo'ladi. Keyin doktor uni tekshiradi, bir nechta savollar beradi va kontuziya degan tashxis qo'yadi. Ya'ni unda manimcha jahli chiqadigan, asabiy bo'lib qoladi. Qisqasi nima bilan, nevrologiya bilan, asab bilan bog'liq kasallik hisoblanadi u kontuziya. Lekin 4 murchasi sog' bo'lib qaytadi qisqasi. Endi senga nima deydi? Sensiz ham g'alaba qilaveramiz, uyga ketishing mumkin deb doktor javob beradi. Keyin u uyga qaytib keladi. Uyga qaytib kelsa, ne ko'z bilan ko'rsinki, boya aytgan 6 oylik farzandi qizamiq chiqishining natijasida issiqdan, yuqori, juda yuqori bo'lgan issiqdan hayotdan nima qiladi? Vafot etadi, ya'ni hayotdan ko'z yumgan bo'ladi. 6 oylik u ketgandan keyin shunday voqealar bo'ladi. 2 bola bularni aytib beradi. O'zi u shu farzandini ko'raman deb sevinib, endi 1,5 yosh bo'lganda hozir oldimga yurib chiqadi degan nima bilan sevinib kelayotgan bo'ladi. 2 bola nimani aytmaydi? Farzandini vafot etganini xatlarda, hech nimada bildirmaydi. O'zi jangda yurgan odam, uni ham aytadigan bo'lsak, qo'shimchasiga dard chekmasin degan nimada aytmaydilar. Qisqasi, kontuziya kasalligiga chalinib keladi, farzandi nima qilgan bo'ladi va u yerga sig'maydi. Asosiy unga toza havo, toza kenglik, joyliklar, odamlarsiz o'ziga kelib olish uchun biror bir joy kerak bo'ladi. Tirikchilik uchun ham. Keyin ular ish qidiradilar, bir necha yillarda ishlaydilar joylarda va qiynaladilar. Cho'lda nimada ish bor deb eshitadilar, shu tarafga boradilar. U cho'lni ham asosiy bir aniq bir ish topmay, bir kun unday ish, bir kun bunday ish, qisqasi shunday qilib qiynalib er-xotin nima qilib yurgan paytlarida, bir kun ishlab yurgan paytida, endi aynan qayerdaligi esimda yo'q, qisqasi u ish qilayotgan bo'ladi. Qazangap esa tuyasini minib keladi va shu biror joyga bog'lab, "Qo'y o'rtoq, shunga qarab, qo'y do'stim, shunga qarab tura olasanmi?" Ya'ni Qazangapni tuyasiga bolalar jahlini chiqarib, bo'kirtirib nima qilmoqchi bo'ladi, shunday qisqasi hazil qiladilar-da bolalar. Shunaqa qilib Qazangapni nimasi qo'rqadigani tuyasi bosh olib nima qilib ketmasligi edi. Qisqasi shu tuyamga qarab tura olasanmi dedi. Xo'p, qarab turaman dedi. Shu joyda ishlayotgan bo'ladi. Bolalar nima tegmasin dedi. Xo'p dedi. Va biror joyga kirib chiqadigan bo'ladi. Kirib chiqqanidan keyin tuyasi qo'riqlab turgani uchun rahmat deydi. Qisqasi shunda ilk suhbatlar shu bilan boshlanadi va gaplashib nima qilib do'stlashib qoladilar. Boshidan o'tganlarni aytib beradi Edigey va shu payti Qazangap aytadi, "Menga qara o'rtoq" dedi. "Sarvuzak cho'llariga bormaysanmi? Ish ham tayyor, temirchi
temir yo'lda ishlaysan deydi. Uy ham beriladi. U yerga sendek mana shunaqa shijoatli insonlar kerak deb taklif bildiradi. Keyin xotin maslahatlashadilar, borsak boraveramiz. Boshqa boradigan baribir ham joyimiz yo'q, yashab ko'raylik deb nima qilib Qazangapni gapi bilan shu joylarga kelib qoladilar. Keyin Qazangap unga nima bo'ladi? Nayman onaning tuyasi bo'ladi. Nayman onaning Oqmoya degan Nayman onaning hali rivoyatda aytiladi edi. Nayman onaning Oqmoya degan tuyasining avlodidan bo'lgan Qoranor degan juda chiroyli nima tuya bo'ladi. Shuni Qazangap do'sti Edigaga sovg'a sifatida beradi. Ular yaqin do'st bo'ladilar, shu yerda yashaydilar, birga ishlaydilar. Qisqasi juda og'ayni bo'lib ketadilar va 2 marta bittasida nima Edigey sharttagi odam bo'ladi-da. Ko'ngliga tegadigan hazil qilib qo'yadi. Bittasida mushtlashish darajasiga ham boradilar. Qisqasi ko'p urushmaganlar, mana shu ikkita nima bo'lgan. Boshqa paytlarda deyarli juda ahil bo'ladilar. Demak, Edigeyning kelib qolish tarixini tushungan bo'lsak, endi nimaga to'xtalamiz? Qazangapmi? Qazangap kelib shu yerga kelib qolish tarixi ham o'ziga xos. Qazangapning otasini u payti bilsangizlar, quloq qilganlar. Ya'ni puli ko'p, mansabi ko'p odamlarni nima qilganlar? Quloq qilganlar. Puli ko'p deb nima qilib shubhalanib. Qazangapning ham otasini quloq qilganlar va shu quloq qilib olib ketganlar. Ular ko'p farzand bo'lgan. Farzandlarini esa ularni ham nima qilib asir olmasliklari uchun har tarafga og'aynilari tarqalib ketganlar. Qazangap oldin Mirzacho'lda ishlagan 6 yilmi 5 yilda u yerda juda yaxshi xizmat ko'rsatgan va o'z respublikada xizmat ko'rsatgan degan unvonlarni ham olgan. Ya'ni Mirzacho'lda juda yaxshi mehnat qilganligi sababli. Keyinchalik esa shu Sarozak cho'llariga kelib qolgan. U yerda nimadan oldin kelgan, Edigeydan oldin kelib o'rnashib qolgan edi. Keyin Mirzacho'ldan keyin shu joylarga kelib qoladi va u yerda Bokey bo'layotgandek Bokey ham akasiga ergashib bu yerga, ya'ni akasining oilasiga ergashib bu yerga ishlash uchun, pul topish uchun kelgan bo'ladi. Sarozak cho'lga kelib qolgan bo'ladilar. Yo'q, Mirzacho'lga kelib qolgan bo'ladi. Ular Mirzacho'lda topishadi va shu yerda nima qilib ko'ngil qo'yishib, turmush qurib, keyin birgalikda mamcha Sarozakka keladilar. Keyin qisqasi otasini quloq qilinganligi va nimaga u quloqlikdan o'rta dehqon, ya'ni o'rta miyona oila deb otasi oqlanadi, qisqasi oqlangan ham bo'ladi. Shunday bo'lsa ham u shu yerga bormoqchi bo'ladi, ya'ni o'z eski nimasiga, yurtiga bormoqchi bo'ladi. Lekin shunda ham boshni ol desa, sallani ol desa, qo'shib boshni ham oladigan, ya'ni shunday amaldorlar hali u yerlarda tintuv nimalarni olib borayotganliklarini eshitadida, yana borib boshim bir baloga qolmasin deb tinchgina shu Sarozak cho'liga ketaveradi va shu yerda Bokey bilan yashab kitob boyayotgandek farzandlari bo'ladi. O'g'lini ismi Sobitjon, qizini ismi Oyzoda bo'ladi. Boyayotganimdek. Qisqasi otasini quloq qilinganligi sababli nimalardan qochib shu yerlarga kelib qolgan bo'ladi Qazangap. Keyingi nimamiz, oilamiz endi Abu Tolib, Qutluboyev va Zarifa. Ularning ham kelib qolishi o'ziga xos. Abu Tolib o'zi uylanmasdan oldin urushga boradi va nemislarga asir tushadi. Nemislarga asir tushgandan keyin u yerda partizanlarga qo'shilib, nemislarga qarshi kurashadi. Juda eng achinarli, ayniqsa bolalari ota deb nima qilish juda xo'p asar o'qimoqlar deb o'zimizni otamiz. Qaranglar. Keyin uylanmasdan oldin boyayotgandek urushga boradi. Urushda u yerda asirlikka tushadi. Asirlikka tushgan nima qoida bo'lganda, bu paytda asir tushding, o'zingni otib o'ldirishing shart.
chunki qiynoqlarga chidamay biror bir gap sotib qo'yishi mumkin degan nima borda. Shunday qoida bo'lgan. Asirlikka tushding, o'zingni otib o'ldirishing kerak. Agarda otib o'ldirmadingmi, demak sen vatan xoinisan degan qarash bo'lgan. U ham asir tushgan, asirlikdan qochib, partizanlarga qo'shilib, baribirga ham nemislarga qarshi kurashgan, lekida o'zini otmaganligi uchun uni ayblaydigan bo'ladilar. Stalin siyosati bo'ladi shu paytda. Keyin qisqasi u o'zi o'ldirmaganligi, o'zini otmaganligi sababli uni vatan xoini deb ayblaydilar. Keladi partizanlar bilan kurashganligi sababli yurtga qo'yadilar, qisqasi nima qiladilar, oldin uylanadi, shunda ham nima uylanayotgan jarayonda xotinini akalari qarshilik qiladi, baribirga ham u vatan xoini deb qaraladi. Sen nima baxtsizlikka turmushga chiqyapsan, baxtlilikka emas degan nimalarni aytadilar. Qo'rqadilarda siyosatdan. Keyin yo'q, baxtli bo'lamiz u bilan deb nima qilib, ikkalasi ham o'qituvchi bo'ladi. Abu Tolib geografiya fan o'qituvchisi bo'ladi, Zarifa esa boshlang'ich o'qituvchi bo'ladi. Ular sevishadi, nima qiladi, turmush quradilar va farzandlari bo'ladi. Shunday tinch hayotda yashab yurgan paytlarda bir kun Abu Tolib o'z og'zidan darsni zo'r nima qilib kartada tushuntirayotgan, geografiya fan o'qituvchisida baribirga kartada tushuntirayotgan paytda Yugoslaviyami shu taraflarda nimada, ya'ni partizan bo'lib yurgan paytlaridagi borgan joylari, ko'rgan yerlarini aniq-tiniq tasvirlash uchun boshidan o'tganlarni darsga doir bo'lgan joylarni qisman aytib beradi va shu paytda bitta bola bo'ladi, ya'ni unda dadasi boshliq, qisqasi erkaroq bitta bola bo'ladi. Ustoz, siz shunda nima vatan xoinisiz ekan-ku deydi. Nima unaqa deyapsan desa, nimalarni ya'ni asirlikka tushganlar o'zini otib o'ldirish kerak-ku, siz o'zingizni o'ldirmabsiz-ku deydi. Nega o'ldirishim kerak? Men vatan uchun kurashganman. Nega jonim tikishim kerak deydi va shunaqa suhbat bo'lib o'tadi. Men sen qayerdan bilasan desa, bilaman, bizni uyga kazo-kazolar nimalar keladi. Shulardan otamdan eshitganman. Siz o'zingizni o'ldirishingiz kerak edi, o'ldirmagansiz, siz vatan xoinisiz deydi. Nima barcha bolalarning oldida. Va shu bola borib shu kuni otasiga aytadi. Otasi uni nimasiga ketiga tushadi va qisqasi uni endi siz direktor o'z oldiga chaqiradi va dars berishga loyiq emassiz, bolalarni dushmanlik ruhida, ya'ni uni agent deb o'ylaydilar, Angliyaning agenti deb o'ylaydilar. Bolalarni dushmanlik ruhida tarbiyalashingiz mumkin degan qarashlarni aytadi va uni ishdan bo'shatadilar. Shundan boshlanadi ularni hayotida sinovli kunlar. U yerga boradilar, u yerdan rad qiladilar, oila ko'chish boshlanadi. Bu yerga boradilar, bu yerdan rad qiladilar. Oxiri ular taqdir taqozosi bilan hech kim yo'q bo'lgan joylar, mana shu Sarozak qiladilar. Demakki, ularni kelib qolishi tarixi tushunarli bo'ldimi? Sarozak cho'llariga. Keyin endi orada bitta afsona bor, shu afsonani aytamiz. Afsona bu Nayman ona afsonasi. Nayman ona afsonasi. Nayman ona afsonasi qanday bo'ladi? Nayman ona afsonasi shu ya'ni Sarozak cho'llarida aytishlaricha, oldin qadim zamonlarda Junjanglar degan qabila shu yerning aholisini avvallari juda suv, mo'l, ko'l, ya'ni sahro bo'lmagan, u yerda nima eksa barcha narsa gullab ketadigan, juda yeri unumdor, shunday joy bo'lganda u yer. Junjanglar shu yer, ya'ni u yer uchun juda ko'p kurashlar bo'ladi ekan, Sarozak cho'li uchun. Junjanglar degan qabila xalq bo'lgan. U paytda shu yerning aholisidan uni tortib olishgan, katta janglar, nimalar vositasida va Nayman onaning eri ham shu bitta jangda vafot etgan. Keyingi jangda esa uning o'g'li Jo'lamon otamning xudini olaman, u nimalarga ko'rsatib qo'yaman deb, ya'ni o'smir yoshdagi o'g'li Jo'lamon jangga otlanadi va shu jangda u ot nima qilib ketadi, uni ot o'z nimasiga ipga bog'lab ot sudrab ketadi.
ya'ni xalqni shunday udumi bor edi. Urushda kimlardir ha Jo'lamon yo'lda tug'ilganlik hali uni oxirida aytadi. Sen yo'lda tug'ilgansan degan joylari bor. Hali uni onasi kelib oxirida aytadi. Qisqasi urush bo'ladi. Urushda Jo'lamonni nima olib ketadi, ot sudrab olib ketadi. Qishloqdoshlar shuni ko'rgan bo'ladi. Alik uni izdan bormoqchi bo'lganda dushmanlar hujum qilib qoladi va otni ko'zdan yo'qotadilar. Ularda shunday udum bo'ladi. Agarda vafot etgan bo'lsa ham, o'ligini bo'lsa ham nima qilib olib kelish kerak, uni dafn marosimini o'tkazish kerak. Agarda shu jang payti farzand o'likni shu yerda tashlab keldimi, u ularga qattiq isnod bo'ladi. Qisqasi uni 3-4 kunlab, bir haftalab qidiradilar, dom-daragini topolmaydilar uni o'g'lini. Lekin kampir o'g'lini o'ligini ko'rmagandan keyin o'ligiga ham ishonmaydi, tirigiga ham ishonmaydi. Arosatda yurgan bo'ladi. Oradan bir necha yillar, necha vaqtlar o'tib ketadi. Ularni bitta odati bo'ladi. Junjanglar juda vahshiy, juda qonxo'r, qisqasi yomon urushqoq xalq bo'ladi-da. Junjanglarni shunday nimasi bor edi, asirlikka tushgandan ko'ra o'lishni afzal ko'radilar. Yana asirlikka tushib, ular bozorlarda qul qilib sotardilar. Qul qilib sotganga ham juda xursand bo'lardi aholi. Chunki qul qilib sotdimi, albatta uyiga bir yo'lini topib borishi mumkin. Agarda junjanglarni o'zida qoladigan bo'lsa, ahvoli tang, umuman hech nimadan umidi yo'q bo'ladi. Chunki ular qolgan asirlarni sochini kalga oladi. Keyin tuyani so'yadilar va terisini shilib olib, sochiga yopishtirib qo'yadilar. Qattiq qilib qo'yadilar. Ikkita teri bir-biriga yopishadi-da, soch o'sishi mumkin. Shu soch o'smaydi, tashqariga o'sishi kerak-ku. Shu soch tashqariga o'smaydi-da, ichkariga qarab, ya'ni insonning miyasiga qarab o'sadi va bu juda og'riqli jarayon bo'ladi va yana buning natijasida inson o'zligini, ongini, kim ekanligi, qayerdan ekanligi yo'qotadi va u mankurtga aylanadi. Mana shunaqa insonga mankurt deydilar. U mankurtga aylanadi. Keyin unday mankurtlar oddiy asirlardan ko'ra qimmatroq, martabasi ulug'roq ko'riladi. Chunki ular oddiy asirdan ko'ra nima desa, shuni hech qanday inkorlarsiz, nimasiz bajaradigan bo'ladi. Xo'p deb. Ularda o'zligi, vatanga qaytish, uyi, ota-onasi haqida hech qanday ma'lumot qolmaydi. Faqatgina uni bitta qo'rqadigan nimasi bo'ladi, qorni to'q, usti but bo'lsa bo'ldi, boshqa hech nima bilan ishi bo'lmaydi. Hamma ishlarni yo'q demay bemalol qilaveradigan bo'ladilar. Keyin shunaqa mankurtga aylantiradilar ular o'zida qolgan insonlarni. Bir nimada faqat urush bo'lmaydi. Urushlar tugagandan keyin savdogarlar ham o'tib ketadigan, savdo yo'llari nima bo'ladigan bo'ladi. U cho'llar karvonlar o'tadigan joy bo'ladi. Qisqasi bir karvon o'tayotganda bitta bolani ko'radilar. O'spirin kelishgan, gavdali bir bolani ko'radilar va unga savol bersalar, indamay yuzlariga qarab turadi. Keyin gapini eshitsalar, xuddiki kecha tug'ilgan boladek gapiradigan bo'ladi. Keyin biladilarki, buni mankurtga aylantirgan ekanlar deb uni ustidan nima qilib mazax qiladilar. Gunoh ekanligini bilsalar ham shu nimada qo'nim topgan joylarida choy ustida gaplashib o'tirganda shunday junjanglarni haqida gaplashadilar, nima qiladilar, uni tasvirlaydilar, nima qiladilar va shu yerda Nayman ona yolg'iz qolgan bo'ladi-da. Nayman ona ham choy quyib yurgan bo'ladi shu savdogarlarga va shu gap suhbatlarni eshitish mobaynida balki shu meni o'g'lim Jo'lamondir deb ko'nglidan shunday nima o'tadi, fikr o'tadi va nima bo'lsa bo'lsin borib ko'raman. Agarda Jo'lamon bo'lsa Jo'lamondir, bo'lmasa hali o'g'li uchun aza ochmagan bo'ladi, o'g'lim uchun aza ochaman. Agarda Jo'lamon bo'lsa qaytarib olib kelaman degan umidda nimada ketadi, yo'lga tushadi. Oq mo'ya tuyasini minib yo'lga tushadi. U oq mo'ya tuya ham shunday tuya bo'ladi. Ya'ni tuya desa tuyadek
nimalari keng, qisqasi katta, bahaybat, baquvvat tuya bo'ladi. Keyin qisqasi yo'lga tushadi, aytgan joylariga boradi. U cho'ponlik qiladigan bo'ladi. Cho'ponlik shunday ishlarni qildiradilar ularga. Cho'ponlik qiladigan bo'ladi. Uh, Qisqasi yo'lga tushadi. Yo'lda har xil saroblarga to'g'ri keladi. Shaharlar, suvlar, nimalar ko'z oldiga ko'rinadi. Ular sarob bo'lib chiqadi. Keyin yana yo'lida davom etadi va oxiri bitta bolani nima qiladi? Cho'ponni ko'radi. Yaqinlashsa ne ko'z bilan ko'rsinki, u nimani o'g'li, Naymon onaning o'g'li Jo'ramon bo'ladi. Nimadan tuyadan qanday tushganini bilmay yugurib yoniga boradi va o'zini otadi. O'g'lim Jo'ramon, Jo'ramon deb. O'g'li Jo'ramon esa shunchaki qarab turaveradi. Hech nima demaydi, hech nimani nima qilmaydi. Siz kimsiz? Siz kimsiz? Keting deydida turaveradi. Toshday qotib turaveradi. Naymon ona siqilib yig'lab siqdi. Men seni onangman, men seni onangman. Sening isming kim deb so'raydi. Menmi? Mening ismim Manqurt deydi. Sening isming Manqurt emas, sening isming Jo'ramon, seni dadangning ismi nima? Do'lmonmi? Do'lamonmi? Shunaqa edi. Keyin sen nimanda tug'ilgansan deb qisqasi unga savollar beradi. O'g'li hech nima demaydi. Shunchaki qarab turaveradi va sen nimani xohlaysan deydi. Sen nimani xohlaysan deydi. Menmi? Men kim bilan gaplashishni xohlaysan deydi. Menmi? Men Oy bilan gaplashishni xohlayman. Men Oyga qarayman, Oy menga qaraydi. U yerda kimdir bor, lekin bizlar bir-birimizni eshitmaymiz degan shunaqa gaplarni aytadi. Keyin qisqasi shunday gaplashib turgan paytlarida Junjanglardan kimdir kelayotgan bo'ladi tuyaminib. Naymon ona nimaga yashirinadi. Biror bir joyga yashirinadi va u ketgandan keyin ertasi kuni nimada yana boradida Jo'ramon bilan yana gaplashish, uni xotirasini tiklash uchun har xil savollarni beradi. Lekin baribirga ham Jo'ramon nima qilmaydi. Men seni onangman, onang zoringman, axir men seni tuqqanman. Sen boya hozirgi aytganimman, yo'lda tug'ilgansan, nimaga kelayotganimizda yo'lda tug'ilgansan. 3 kun shu yerda to'y tomosha qilganmiz seni tug'ilganingga deb nimalarni aytadi, esiga solmoqchi bo'ladi. Men seni o'zim tuqqanman, axir bolajonim deb yurak bag'ri ezilib Naymon onani juda qattiq his qiladi. Keyin shunday bo'lgandan keyin yana nima qilib gaplashib esiga solmoqchi bo'lib turganda yana nima Junjanglardan kimdir keladi. Endi bu safar juda yaqin keladi, zo'rg'a qochib qoladi. Keyin u kelgandan keyin nima gap, kim keldi seni yoningga deb so'raydi. Meni yonimga bitta ayol keldi, seni onangman deyapti deydi. Aldaydi u seni telpagingni olmoqchi. Har doim nima bo'ladi, uni telpak bostirib kiyib qo'ygan bo'ladi. Uning uchun eng og'ir nima azob bu telpagini yechish bo'ladi. Hozir telpagingga tegaman, telpagingni olaman desa, undan og'ir azob yo'q bo'ladi. U shunaqa degandan qo'rqib ketadida, "Manchi bitta nima nayza otib ko'r" deydi. Keyin qalpog'ini otadi, ot deydi. Keyin u shuni mo'ljalga olib ot desa, qalpog'ini teshib o'tadi nimani o'q. Juda nimang saqlanib qolibdi sen deydi, ovchilikdagi mahorating. Uni ham ovchilikni ham nimani kamondan o'q uzishni ham dadasi o'rgatgan bo'ladi. U saqlanib qolibdi deydi. Endi mana shu o'qni olasanda deydi, o'qni olasanda mana shu ayol kelganda ot deydi. Agar yaqin kelmasdan burun ot deydi. Agarda otmasang deydi, u seni telpagingni olib qo'yadi deydi. Xo'p deb nimani uni kuzatib yuboradi. Keyin onasi keladi tezda. Ertasiga keladi onasi. Nimani Jo'ramonni topa olmaydi, lekin qo'ylab yurgan bo'ladi. Xo'p, nima u yog'ini qaraydi, bu yog'ini qaraydi, topolmaydi. Keyin qayerga nima qilib olib ketdimi ekan o'zi bilan, nima qildi ekan deb nima qilib o'ylanib turgan paytda
shunaqa qilib o'ylab turgan paytda orqasidan nima o'q otayotgan jo'lamonni ko'radi va faqatgina otma deb qoladi. Shunaqa nimasida o'q uni ko'ksiga tegadi va shu paytni o'zida jon beradi. Va shu yerga Nayman ona ko'miladi. Shu Nayman ona nima qilgan, qabri bor bo'lgan joylar keyinchalik qabristonga aylanadi va shu bilan ona bayit qabristoni bo'lib qoladi u yer. Bular nimalar Qazangapni ko'mish uchun aynan shu joyga kelayotgan edilar. Edigey va uning farzandlari nimalar shu joyga kelayotgan edilar. Bu birinchi afsonamiz. Keyingi afsonamiz u bu yoqda aytaman. Demak, xo'p, Abu Tolib ham keldi, nima ham keldi. Abu Tolibning oilasiga to'xtalamiz endi. Abu Tolib oilasi bu yerga kelganda qiynaladilar. Baribirga ham juda qiynaladilar. Og'ir sharoit nima bo'ladi? Farzandlari cho'l bo'ladi, hattoki daraxt ham yo'q bo'ladi, bittagina gul ham yo'q bo'ladi, suvga zor, juda issiq, juda qishda esa juda sovuq bo'ladi. Nimalar mo'tadil havo juda oz edi bu paytda. Umuman bu sahroda shunaqa bo'ladi, qiynaladilar qisqasi juda. Yana bir nima, Abu Tolib o'zi vijdon azobida juda qiynaladigan bo'ladi. Ya'ni men sababli ayolim shunaqa qilib yuribdi, men sababli farzandlarim bunaqa bo'lyapti, hammasiga men aybdorman, men deb o'zini juda vijdon azobida qiynab yurgan bo'ladi. Abu Tolib keyin shunaqa qilib qiynalib, qisqasi zo'rg'a kun kechirib yurgan paytlarida ular ham temir yo'lda ishlaydi, o'qituvchi bo'lishiga qaramay, lekin uyda farzandlari bilan shug'ullanadigan bo'ladilar, ularga harf o'rgatadilar, bilim beradilar. Keyin esa ular ishga ketgan paytda ikki bola ularni bolalariga yolg'iz tashlab ketadilar-da. Ikki bola ularni farzandlariga qaraydigan bo'ladi. Keyin bir kuni Abu Tolib aytadi, "Etikey" deydi, "Sen nima ikki bola bizga juda mehribonlik qilib farzandlarimizga qarayapti. Endi kelinglar bizlar ham sizlarga shuni qaytaraylik. Qizlaringni menikiga nima qilsanglar, farzandlar birga o'qiydilar, o'rganadilar, birgalikda o'qitaman" deydi. Qisqasi, ularni ikkita o'g'li, buni ikkita qizi, ular maktab ochadilar. Maktab emasda, endi shu ishdan kelib kechqurun shug'ullanadigan bo'ladilar. Ilm o'rgatadilar. Ya'ni er-xotin shunday farzandlarni tarbiyalaydilar va shunday qilib kunlar o'tadi, vaqtlar o'tadi. Bir kuni o'zi odatda Sarvozak cho'lida Yangi yil u qadar katta nishonlanmas edi. Har kim ishda, nimada, kun tashvishlari bilan shunday o'tayotgan bo'ladi. Yangi yil u qadar nishonlanmas edi. Lekin shu 1952-yilni kirib kelishini nima Abu Tolib farzandlari katta bo'lib qoladi-da endi. Yangi yilni, archani, qorboboni nima qiladigan, kutadigan bo'ladilar. Yangi yilni kutishni xohlaydilar. Dada, archa qanaqa bo'ladi, archa qanaqa bezatadilar degan nimalarni aytadilar. Shunday savollarni beradilar. Abu Tolib archa olib kelish uchun poyezdga o'tirib, uzoq nimalardan archa kesib keladigan bo'ladi. Kesib keladi, qisqasi Etigey bilan birgalikda yo'q, o'zi ketadi manimcha. Keyin Etigey bilan boradilar va yo'q, o'zi ketadi. Qisqasi Abu Tolib archaga ketadi va oyoqlari tarashaday qotib, sovuq qotib olib keladi archani. Lekin bu nimasi tinch hayot tugachi tinch bo'lib boshlavdi-da ularni hayoti. Nimaga ko'nikib qolgandilar u yerni azobiga ham, boshqasiga ham. Qisqasi ko'nikib, inson baribirga ham ko'nikuvchan-ku, ko'nikib qolgan bo'ladilar. Lekin nimasi, mana shu bittagina archa sababli ularni tinch hayoti yana buziladi. Ya'ni qanday ma'noda buziladi? O'zi Abu Tolib buni chekka hududda yashayotganligi sababi hech qayerda ismi qayd etilmasligi va uni yana qidiruv olib bormasliklari, yana unga ayblov qo'ymasliklari edi. U archaga borib, nima qilib archa olib kelish jarayonida bir-biriga ham poyezdda, boshqa joylarda nimada ismi yana qayd etiladi va shu ismi qayd etilgandan keyin uni yana nimalar tergovchilar qidirib keladi. Yangi yilni nishonlaydilar ular birgalikda, umuman shu Sarvozak cho'lidagi barcha oilalar qo'shilib, kimdir kelib, kimdir ketib turadi va shu yangi yil juda zavqli, shavqli nima qilgan bo'ladi, o'tgan bo'ladi. Qisqasi tergovchilar kelib uni bir-ikki marta surishtirib ketadilar va 3-kelganda 3ta odam keladi-da,
Abu Tolibni birdaniga Abu Tolibni nima shunday aytib qo'yadilar. Abu Tolib o'zi kundalik yozib yurgan bo'ladi. Farzandlari uchun esdalik sifatida qoldirish uchun shu nimada Yugoslaviyada bo'lib o'tgan voqea hodisalarni qog'ozga tushirish uchun kundalik yozib yurgan bo'ladi. Va shu kundalikda qisqasi shu asrlikda bo'lib o'tgan kunlari nimalar haqida gaplar bo'ladi. Barcha hamma ma'lumotlar esda borlarni esga solib yozib yurgan bo'ladi va eski asossiz rivoyatlarni, xalq nimalarini, manbalarni to'plab yurgan bo'ladi. Har kimdan bitta nima qo'shiqlarni eshitib nima qilib yurgan bo'ladi va terib yurgan bo'ladi shularni daftariga. Shularni xoin sifatida, asos sifatida oladilar va buni Edigey ham bilardi. Edigeyni chaqirib yoniga nima yozadi bu deb nima qilibdi. U shunchaki yozadi, yozganda nima qilibdi deydi. Shunday bo'lsa ham unga nima tahdid qiladilar va hozir Shevchenko kim edi? Qisqasi nima haqida? Tergovchini ismi Tansiboyev. Tansiboyev bo'ladi. Mana shu Tansiboyev tergovchi nimasi. Tansiboyev unga qisqasi har bir nimasidan shubhalanib, uni olib ketadilar. Olib ketish jarayoni ham juda nimali, insonning yuragini ezadi. Ikkita oila, 3 bola, keyin nimani Abu Tolibni ayoli ular poyezdga qarab turgan bo'ladi-da. Ularning yonida faqat poyezd o'tadi. Poyezd orqali boshqa joyga borib kelishlari mumkin. 3 ta tergovchi nimani Abu Tolibni o'rab olgan. Orqada esa Abu Tolibni oilasi, farzandlari hali yosh bo'ladi. Abu Tolibni oilasi, xotini, 2 bola, Edigey turgan bo'ladi. Kichkina o'g'li hattoki adani ham hali, ya'ni ota so'zini ham to'liq ayta olmaydigan bo'ladi. Erkalab nima qilib bir boshqacha shirincha gap bilan nima atiki deb chaqiradigan bo'ladi. Kichkina o'g'li qaramayotganidan hayron bo'ladi. Atiki deb chaqiraveradi. Hattoki uni orqasiga qarashga ham ruxsat bermaydilar. Nariyoqda turinglar deb yana nima quvib yuboradilar. Qisqasi shunday kutib turgan paytlarda poyezd keladi. Shu paytda Zarifaning yuraklari orzusi bu ayriliq poyezd ekanligini sezib nima qilib bir muncha yig'lab, nima qilib xayrlashib qoladilar. Endi bolalarni xayrlasholmay, ya'ni u Abu Tolib oddiy ota bo'lmaganda, juda mehribon, ya'ni vijdon azobida qiynalganligi sababli farzandlariga shu qadar baxtli bolalikni berolmayapman deb o'zida bor nimasini beradi bolalariga. Shu qadar e'tiborli, nima mehrli bo'ladi va shu sababli bolalari otasiga juda mehribon bo'ladi. U o'zi ham bolalariga juda mehribon bo'ladi. Ularni ayrilish nimasiga 2 bola chidolmay ho'ngrab yig'lab yuboradi. Ayriladilar, nima qiladi, ketadi, poyezd keladi, uni izidan yig'lab qoladilar. Poyezdga yetgunga qadar yugurib, oxiri shu bilan Abu Tolib ketadi. Zarifa esa 2 ta farzandi bilan qoladi yolg'iz. Keyin vaqt o'tadi, kunlar o'tadi. Qisqasi Zarifa ham nima qiladi? Qisqasi Edigeyni Zarifaga keyin nima? Edigeyga xat yozadi, Zarifa u yoqqa, bu yoqqa yozadi. Nima qiladi? Bir kuni nimadir sabab pochta nimaga borib qoladi Edigey. Yo'q, nima boradi? Edigey emas, Qazangap boradi. Qazangap borganda nimaga Abu Tolibni ayoliga xat bor, Abu Tolib vafot etibdi degan nima keladi deydi. Xabar keldi deydi. Nima Qazangap bu xatni men qanday qilib olib boraman, Zarifa qanday holatga tushadi ekan nimalarni o'ylaydida. Xat tura qolsin, agarda nima qilsa Zarifani o'zi kelib olib ketadi deydi. Xo'p, xo'p o'zing bilasan deb xatni qo'yib ketadi va borib uch bolaga aytadi, bo'key ikkalasi borib nimani eri vafot etibdi deb. Endi Zarifaga qanday aytishlarini bilmay o'ylanib nima qilib qoladilar.
qisqasi kelishadilarda Zarifani o'zini yuboradilar, shu yoqda bilishini xohlaydilar, shu senga bir nima kelibdi ko'r deb. Ya'ni uni maqsadi shundaki, uzoqlarda ko'rsa, shu eshitgan holatida baribir ham shu holatiga tushadi, yig'laydi, siqtaydi, nima qiladi. Uzoqlarda bo'lsa, bolalarni ko'zidan nariyoqda bo'ladi. Bolalarga bildirmaslik ularni maqsadi. Ya'ni bolalar bo'lsa, o'zi bolalar har kuni nimadan etikiydan akam qachon keladi, akam qachon keladi degan savollarni berib nima qilayotgan bo'ladilar. U poyezdda nima keladi, yo'lovchi poyezdda keladi, passajir poyezdda keladi deb nima qilayotgan bo'ladida, aldab kelgan bo'ladi bolalarni. Keyin shu uzoqda bilish uchun o'zini yolg'iz yuboradilar. U biladi, keladi, ko'zlari nima qilgan, shishgan bir ahvolada keyin Digi bilan gaplashadilar va bolalarga bildirmaslikni, keyinchalik bolalar katta bo'lganda o'zlari bilib olishini maslahatlashadilar. Shunaqa qilgandan keyin o'ldi endi. Nima Edigi xuddiki ularga o'zini otadek, ularga o'zini mas'uldek tutadigan bo'ladi. O'zi oldindan shunaqa qiladi. Shu nima bilan Abu Tolib bilan Zarifa sevinsin deb juda ko'p ishlarni qilgan bo'ladi. Abu Tolib vafotidan keyin ham shu Zarifani yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Nima kamchilik bo'lsa hammasini to'ldiradi. O'zini oilasidek farzandlarini ham juda yaxshi ko'radi. Juda o'g'illarini ham xuddi o'zini qizlaridek bir sevadigan bo'ladi va nima bilan Zarifani o'zini ham sevib qoladi. Zarifani o'ziga ham ko'ngil qo'yadi. Lekin ayta olmaydi. Aytishni juda mo'ljallab nima qilib yuradi, lekin ayta olmaydi. Qisqasi bir kun nimasi kuturib nima kuturib deymiz endi. Kuturib nimasi Qoranor tuyasi boshqa ovullarga qochib ketadi. Shuni olib kelish nimasida bir kun boshqa yerda qolib ketadi va ertasiga qaytib kelsa, ko'z bilan ko'rsinki, endi Zarifaga eng aniq sevishini aytmoqchi bo'ladi. Lekin oxirini o'ylamaydi. U ikki bola bilan juda yaqin bo'ladi ular. O'zi nimasi bolalarini bir-birinikiga nima ajratmaydigan mana shunaqa bo'ladi. Endi agar u Zarifaga sevishini aytsa, ikki bola qanday qabul qilish haqida o'ylamaydi ham. Faqat shu nimaga sevishini aytmoqchi bo'ladi. Uni nima xotin qilib olib, hattoki familiyamni bersa bolalar keyinchalik qiynalmaydi degan o'ylarni ham o'ylab qaytayotganida, tuyasini olib qaytayotganda ko'z bilan ko'rsinki, Zarifa nima katta qizi uni Sharofat oldiga yugurib chiqayotgan bo'ladi. Adajon nimalar ketdi. Zarifalarni aytadi. Ular ketdi deydi. Qayerga ketdi desa, bilmadim, ko'chib ketdilar, hamma narsalarni olib ketdilar deydi. Va u ketishiga Qazonga nima yordamlashgan bo'ladi. Endi Edigi juda siqiladi, yurak bag'ri eziladi. Qisqasi juda xafa bo'ladi nimadan ketganligidan. Keyin o'zini nima qilib, o'zini yo'qotib, siqilib yuradi. 3 kundan keyin esa nima Qazankapni ko'radi va sen yordam berding, nimaga unaqa qilding deydi. Keyin shu payti nima Qazankap aytadi, sen esing joyidami? Ikkita ayolni, oilani nima qilib buzmoqchimisan? Nima qayerdan keldi u xayol boshingga deb nima qilib Edigini o'ziga keltirib qo'yadi qisqasi. Bir nimasi bosh olib ketish, o'zini o'ldirish xayollariga ham boradi Edigi. Nimani ketganligidan siqilib. Keyin o'ziga keladi. Vaqt oliy hakam deganlaridek hammasini asosida unutib o'ziga keladi va Zarifa eng to'g'ri yo'lni qilgan bo'ladi ketib. Keyin u oila shunday qilib Sarvuzakdan shu tartibda ketadi. Endi nima bor? Orada undan keyin yana bitta afsona bor. Bu afsona Raimberdi Oqin, ya'ni Oqin degan u payti artistlarni Oqin deydilar. Nimada Qozog'istonda Raimberdi Oqin va Begimoy degan qiz o'rtasidagi sevgi muhabbat bo'ladi. Bularning sevgi muhabbati nimada? Raimberdi Oqin o'zi asli juda talantli oqinlardan bo'ladi. Do'mbrasini chertib to'ylarda, nimalarda ulug', e'zozli nimasi baland bo'ladi, hurmati baland bo'ladi. Shunaqa oqin bo'ladi. Yoshlik davrida juda ko'p ayollari bo'ladi. Bir nimada muqim turmush qurmaydi, farzandlari ham bo'lmaydi. Farzand bo'lgunga qadar kutmaydi ham, qisqasi kayf safo bilan o'tkazadi umrini.
juda ko'p qismi. Keyin asta-asta u qarib boshlaydi. Qarigandan keyin esa og'ir bosiq qo'shiqlarni aytadigan, uni bir otiga ham ta'rif berib o'tganlar. S harfi bilan boshlanadi. Aynan ismi hozir yodimda yo'q. Qisqasi otiga ham ta'rif berib o'tgan. Sarvigulmi shunaqa edi. Sarvi bir nimami? Otiga ham ta'rif berilgan. U qisqasi oti ham o'zi ham qariy boshlaydi. Vaqt nima o'ziga ta'sirini ko'rsatadi. Ularni nimasi umriga ham. Keyin u umrning o'tkinchiligi haqida, bu nimani keyingi dunyo haqida, umuman boqiylik, keyingi nima dunyoning boqiyligi haqida qo'shiqlar ayta boshlaydi. Og'ir qo'shiqlarga o'tadi keyinchalik. Keyin esa nimasi bir kuni o'zi to'ylarga, ma'rakalarga ham u qadar bormayotgan bo'ladi. Nechukdir bir kun bir to'yga boradi va to'yda chollar bilan o'tirgan bo'ladi. O'zi ham chol bo'lib qolganda, 70 yashar bo'ladi. O'zi ham chol bo'lib qolgan bo'ladi va bir uzoqroqdan qizlarni qiqir kuylilari, nimalari keladi. O'zi chol bo'lsa ham shu tarafga negadir shu ko'ngli ketib nima qilib o'tirgan bo'ladi va bu nimadan qo'shiq aytib boshlaydi. Mana qisqasi o'tirgan paytlarida nima keladida, bir Begimoy degan 19 yashar qiz keladi. Begimoy degan 19 yashar qiz keladi va men sizga har to'ylarda ko'rib, har joylarda ko'rib, nimaman oshiqman o'zi sizga. Oldindan kichkina qiz paytimdan beri sizni sevardim va sizni shogirdingizman. Mana shu oqillik ham mehrim siz tufayli tushgan deb aytishib qiladi ular. Men sizni sevaman, kim nima desa desin, kim qarshi chiqsa chiqsin, baribirga ham siz bilan birga bo'lishni xohlayman. Nima bahodir yoshlar ham kerak, nima deydi? Yosh yigitlar ham sizni o'rningizni bosa olmaydi. Sizni yoshingizda menga ahamiyati yo'q. Men sizni yosh paytimdan beri sevaman deb nima qilib, qisqasi Begimoy degan qiz unga sevgi izhor qiladi va bu nimaga ham Raymberdi opangga ham yoqib tushadi va ular shu paytning o'zida ham sevgi muhabbat boshlanadi ular o'rtasida. Va ular shu to'yda juda aytishuvlar qilib, nima qilib qizdiradilar to'yni va gap ham bo'ladilar. Nima xalq orasida juda duv gap bo'ladi. 70 yashar chol 19 yashar qizga uylanmoqchi degan nimalar bo'ladi, gap so'zlar bo'ladi shu paytda. Keyin bir nimada uchrashadigan bo'ladilar. Yana bitta to'yda uchrashamiz endi. Yana bitta to'yda nima yana aytishamiz deb o'zaro ahd paymonlashib qo'yadilar. Lekin uyga kelib endi nimaga ketmoqchi bo'lganda, ovliga kelib, yana shu nimaga ketmoqchi bo'lganda uni ovul oqsoqollari chaqiradi va sen bizni nimamizni, ovulimizni obro'ni yerga to'kyapsan. Nima qilganing bu deydi. Men hech kim obro'ni yerga to'kayotganim yo'q. Meni qalbim shuni xohlayapti, men shuni qilaman deydi. Va uni ukasi bo'ladi. Abdullahom nima ukasi bo'ladi. Yo'q dedi. Sen hech qayerga ketmaysan, nimamizni, oilamizni obro'sini yerga to'kyapsan. Insofdanmi shu ishing deb uni qo'lidan do'mbirasini olib do'mbirasini sindiradilar. Otiniga pichoq tortib otini o'ldiradilar. Qisqasi o'zini ham bog'lab qo'yib nima qilib bormaysan deb ularni sevgisini yo'qotmoqchi bo'ladilar. Lekin baribirga ham shu payti Raymberdi oqin aytadi, nima meni ruhim bog'lagan, badanimni nima bog'laganlaring bilan meni ruhim baribirga ham erkin, shu nimani sevgi Begimoyni borib topadi va bizlar birga bo'lamiz degan nimalar ham bor. Qisqasi shu 70 yashar chol 19 yashar qizning sevgisi shu afsona bo'lib qolgan bo'ladi. Shu ikkita afsona berilgan. Nima o'rtada nimalar qolib ketdi? To'qay tovush degan sayyoraga boradilar. Boya nimalar kosmonavtlar ketgan-ku, 1-1-2-1 degan ikkita kosmonavt ketgan bo'ladi. Ularga o'ziga sayyoraga signal yuboradi. To'qay tovush degan sayyora deb nomladilar. Boshqa bir xuddi odamlarnikidek hayot nima bor bo'ladi. Farqi shundaki, ularning sochini rangi siyoh rangmi? Moviymi? Shunaqa moviy bo'ladi. Moviy bo'ladi ularning sochini rangi farqi. Keyin
har xil poklikda, har xil odamlarga o'xshab ular ham har xil bo'ladi. Ularda juda havo musaffo, nima kengliklar bo'ladi. Haligi ularda ichdan chirish degan nima jarayon ketayotgan bo'ladi. Ya fantastik joyi shularda endi. Fantastikaga qo'l urdim deydi-ku. Unda ko'p ma'lumotlar bor. Men endi hozir qisqartirib aytyapman. Qisqasi, boshqa sayyoraga boradilar, o'sha yerda yashaydilar, o'sha yerda tuniydilar. Keyin shu yerda har xil ma'lumotlarni yuboradilar. Keyin ular o'zboshimchalik bilan ketgan bo'ladi-da. O'zboshimchalik bilan ketganligi sababli yerliklar buni hech kimga bildirmaymiz va nimada shu yerda maxfiy sir bo'lib qoladi va ulardan hech qanday nimani ma'lumotlarni sir saqlaydilar va ulardan hech qanday ma'lumot ham qabul qilmaymiz deb ulardan kelayotgan signallarni yopib qo'yadilar. Agarda ular yot kuchlar bilan yer sayyorasiga qo'nmoqchi bo'lsalar, lazer nurlar yordamida portlatib yuboramiz degan nimalarni ham aytadilar. Keyin shunda nima bo'ldi? Ikkita afsona ketdi. Fantastik joyni ham asosiy joylarini aytdim. Oxir nima? Endi yo'lovchilar. Ular tinch, nima sokin borayotganda ediga shularni o'ylaydi, o'ylab nima oxirgi joyiga manzilga yetib boradilar. Ne ko'z bilan ko'rsinlarki, Olmabayit qabristoni sim devor bilan tikanli sim devor bilan o'ralgan bo'ladi. Tikanli sim devor o'ralgan, ya'ni shuncha yo'l bosib yetib kelsalar, 5 soatlikmi qanchalik yo'l bosib yetib kelsalar, shunday sim nimalar bilan devorlar bilan o'ralgan bo'ladi. Va ular kirolmaydilar. Shu yerda bitta qorovul bo'ladi. Qorovul esa kirizolmayman deydi, boshliqni chaqiradi, ular ham kirizmaymiz deydi. Qisqasi, ular nimaga ortga qaytayotganda Sobitjon aytgandim sizlarga deydi. U yerda yana bitta nima janjal bo'lib boradi va ular mayitni uyga qaytarib olib bormaydilar. Unaqa nima to'g'ri kelmaydi, dinimizda yo'q deydilar va shu yerda sal nima Olmabayit qabristondan bu tarafga ko'madilar. Sal bu taraf yaqinrog'iga ko'madilar ularni. Keyin Tansiboyevni nimasi haqida ma'lumot bor? Keyingi hayoti haqida. Tansiboyev keyinchalik ishdan bo'shatiladi, xizmat unvoni olib tashlangan bo'ladi, olgan hukumatdan mukofotlar bekor qilinadi va jinoiy javobgarlikka tortilib o'zi qamoqqa tushadi. U Abu Tolibga yolg'on nimalarni o'zidan to'qib yozgan bo'ladi va qisqasi Abu Tolibning o'limidan keyin uni oqlaydilar. Keyingi avlod oilasi uchun. Zarifa esa Pavlodarga borgan bo'ladi. U yerda oila quradi, turmushga chiqqan bo'ladi. Shunday ma'lumotlarni hujjatlarda ko'rib, bu Edgeyning yuragi jiz etadi. Keyin qisqasi nima boya nimani mayitni yuvish jarayonida Edelboy darozga qayta nima qilgandek Malakumduchopga ko'madilar. Keyin qisqasi meni ham shu nimani yoniga ko'minglar deydi. Do'stini yoniga ko'mishlarini aytadi. Yolg'iz yotmasin deydi. Qazanga yolg'iz yotmasin deydi. Meni ham uni yoniga ko'minglar degan nimani vasiyatni beradi agarda vafot etsam deb shu yerga ko'madilar va orqalariga qaytadilar. Keyin bu yerda asosiy kulminatsion nuqta boya janjallashib qoldilar-yu. Sobitjon haqligini ko'rsatish sababli yana nima qilib nima deb iltimos qiladi. Ediga aytadi, sen katta odamsan-ku, shaharda nima qilib yashaysan, shu yerni ochtirib yurolmaysanmi, ya'ni shu yerga ko'msak bo'lmaydimi desa, Sobitjon aytadi, nima qiziqmisiz, men nima qilib orqamda keyin o'zi bu nima dedi, Olmabayit qabristonni ham yo'qotmoqchilar, u yerda katta stansiya qurmoqchilar dedi-da. Shu stansiyani
stansiyani qurmasliklarini ayt, bu yerda muqaddas qadamjo, u yer qabriston ekanligini aytsa, bu Sobitjon aytadi, qiziqmisiz? Bu yerda dunyo jamiyatidagi muammo bo'lyapti. Men qayerdagi biror bir afsonalarga ishonib, bularga nima deyman? Keyin meni ketimga ham tushib, meni ham yo'q qilib yuborsizlar. Man bu uchun qancha mehnat qildim. Ishdan bo'shatsizlar meni ham deb nima qiladi, ta'na qiladi. Shu payti Sobitjon nima? Sobitjonga etiga qarab turadi va sen manqurtsan, haqiqiy manqurt sensan o'zi asli degan nimani ham aytadi. Shu bilan bog'liq savollar ham juda ko'p uchraydi. O'zi asli haqiqiy manqurt kim desa, shu Sobitjonni olasizlar-da. Xo'p, Monchach bo'ldi. Lekin shunda ham qolib ketgan joylar bor, mayda-chuyda. Asosiy nimalar bo'ldi? Xo'p, ustozlar. Tushunarli bo'ldimi? Asar. Savollar bormi asar bo'yicha? O'zi 4 ishtirokchi yo'q. Ustozlar juda darslardan faolmansizlar-da. Xo'p, savollar bormi ustozlar? Xo'p, tushunarli bo'lsa, nima testlarni ham nima qilib tashlab qo'yaman. Yechib, tahlil qilib, asarni ham qayta o'qib olishinglarni maslahat beraman. Xo'p, savollar yo'q bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar. Ertaga dam olish kuni yakshanba darslarda faol bo'lamiz. Ustozlar, juda kerak, yarim ball essay, ya'ni yarmi bilan teng. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar ustozlar.